أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Tafsirul Jalalayn'den Allah Teala'nın iltifatı bilen Sure Baqara'nınki 196. ayete keldik. İlgirki ayetlerde Allah Teala ahkam ayetleri olan şu hacig münasebetlik ayetlerini, uruş qilishga aloqador bo'lgan oyatlarni, mirosga aloqador vasiyat qilishga aloqador bo'lgan oyatlarni, ahkam oyatlarini so'zlab o'tgan. Endi hozir shu hajdan keyin haj ro'zadan keyin haj qilishmi islomdagi muhim farzlarning birisi bo'lg'achqa haj ahkomlarining keyinidan hozir siyom ya'ni ro'za tutish ahkomlaridan keyin hajga aloqador ahkomlarni bayon qilib o'tadi alloh taolo. Bu oyatda alloh taolo deydi: "Estaizu billah va atimmul hajja val umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi va la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب." Yine Allah Teala hac ve ömrünü Allah rızalık için tamamlanlar, tuluk kılınlar. Yine edduhuma bi hukukihima. Bu iki ibadetini Allah rızalık için tuluk haklarını caydı kılıp ada kılınlar. Deydi. Bu ayet binaen hac kılış İslam'daki 5 farzın birisi. Kudret yetken adam, kudret yetken her qanday bir Müslüman ömrüde bir qatim hac qilishi bu farz. Bu bütün olimlarniki ittifoqi shundoq. Amma de qudrat yetgan odamga nisbatan umr qilishmi vojibmi yoki vojib emasmi degan gapning o'zida bu ba'zi olimlar e, umr qilish qudrat yetgan odamgami bir qatim umr qilish vojib deb qaraydi ekan. Yana ba'zi olimlar vojib emas deb qaraydi ekan. Yana hamda bu haj umrini Alloh rizoligi uchun niyat qilib chiqqan ekanmiz. Oldi bilan miqotga berib haj va umr uchun belgilangan ihrom bog'lashga belgilangan o'rinlar bor. Shunga berib ihrom bog'laymiz. Ihromni shu sunnat kelgan bo'yicha to'liq arkonlarni o'rindab ihrom bog'ladik. Undan keyin yo'lga chiqdik. Endi haramga oz qolgan vaqtda bir sabab bilan to'silib qolgan ahvol bo'lib qolsa, uning hukmi qanday bo'ladi degan masalada Alloh taolo o'zi javob beryapti bunga. Fa in uhsirtum, ya'ni agar sizlar haj va umrni tamom qilishdan ihrom bog'lab shu bir ruknisini ado qilgan bo'ldinglar, endi qolgan haramga kirib qolgan shuningki faoliyatini to'liq qilishdan to'silib qolsanglar dushmanning sababi bilan. Endi ma tafsirda ihsor ya'ni to'silib qilishni dushman to'sib qolgan bo'lsalar muhsar bo'ladi. Ba'zi undan boshqa ahvolda to'sib qolgan ahvol u muhsarning qatori bo'lmaydi degan olim ekan. Lekin ba'zi Hanifiy mazhabdagi ba'zi olimlar mayli dushman sababini to'sib qolgan bo'lsin yoki kasallik sababini to'sib qolgan bo'lsin yoki turmaga kirib to'sib qolgan bo'lsin, har qanday bir sabab bilan haramga kirishdan to'sib qolgan bo'lsa, shuningga muhsarning hukmi berildi degan ekan. Ma tafsirda hozir bi'aduvin deb tafsir qilibdi. Ya'ni dushman sizlarning oldinglardan to'silib haramga kirgili qo'ymagan bo'lsa degan bo'ldim. Famas taysira minal hadi. Bu chog'da sizlarga oson bo'lgan qurbonlikni qilishinglar vojib bo'ladi.
Olsun qo'ydi deydi. Ma tafsirda qo'y deb tafsir qilibdi. Endi ba'zi boshqa tafsirlarda to'yga kala, qo'y qatorliq hayvonlardan sizlarga oson bo'lg'ini qilsanglar bo'ladi degan ekan. Shuni qurbonlik qilib o'sha andin ihromdan chiqish kerak ekan. Va la tahliqu ru'usakum. Beshing chechinglarni tushirmanglar. Ya'ni ihromdan chiqib ketmanglar. Hattoki qurbonlik o'zining o'rniga yetgunga qadar. Qurbonlik masalan muhsar bo'lib qolgan odam bir molni qurbonlik qilish kerak dedi. Qurbonlik qilsa uningkin chechini tushirib, undan ihromdan chiqish kerak. Bo'ldi, men to'sib qoldim. Endi yarim kiramgandiki ihromdan chiqay deb shu zamatla ihromini silib o'tib, chechini tushirib o'tib, bunda qilsa bo'lmaydi. Balki shariat belgilab bergan bo'yicha tartib bo'yicha qilib bir qurbonlikni qilish kerak. Bu qurbonlikni e, ba'zi olimlarning qarashi bo'yicha shu to'silib qolgan, ya'ni o'zlarini qilsa bo'ladi deydi ekan. Ya'ni ba'zi olimlar haramniki o'ziga berib, Makkaning o'ziga berib qurbonlik qilish kerak. Ya'ni qurbonlikqa Makkaning o'zida qilinishi kerak deydi endi. Qurbonlikni ashyaga avatib degani. Lekin Payg'ambar alayhissalom Hudaybiya sulhida to'silib qolgan vaqtda shu joylarni qurbonlikni qilgan ekan emasmi? Shu qurbonlikni qilib, undan keyin chechini tushirib, ihromdan chiqish kerak bu yerda. Haythu yahillu zabhuhu. Bu Shofiy mazhabining qarashida qurbonlik qilingan joy shu ihsor bo'lgan, to'silib qolgan joyning o'zi shu ashadlarni qurbonlik qilsa bo'ldi deydi ekan. Bu qurbonlik bu mol bo'g'izlandi shu to'silib qolgan joyda ihromdan chiqish niyati bilan bo'g'izlandi va uni miskinlarga tarqitib berildi deydi. Va chechi tushirildi. Mush orqali ihromdan chiqish hosil bo'ladi deydi. Endi qurbonlik qilgudek mol topolmagan odam bo'lsa yoki qurbonlik qilgudek mol tepibdi, lekin molni sotib olgudek puli yo'q ekan. Bunda qanday qildi degan chog'ning o'zida e, buningda ba'zi olimlar bu ihsorninki badil yo'q. Mushta bo'lib qolsa e, imom Malik va imom Abu Hanifaning qarashida bu qurbonlikniki badil yo'q. Shunglashqa bu qurbonliqdek pul topolmagan yoki qurbonlik molini topolmagan odam bo'lsa, uningga hech narsa kelmaydi, shu yerda ihromdan chiqasi bo'ldi deb qaraydi ekan. Lekin Shofiy mazhabga eng to'g'ri bo'lgan qarashda qurbonlik mol topolmagan yoki pul topolmagan odam boshqa miskinlarga tomoq berish kerak deydi ekan. Bu tomoq bergan chog'da bir qo'yni baholab, shu qo'yning qimmatida e, faqir miskinlarga tomoq berish kerak debdi. Agar tomoq berishdan ojiz kelib qolsa, faqir miskinlarga tomoq bergidek, yemak ichmak bergidek pul yo'q ekan. Bunda bo'lib qolsa, u chog'da har bir mutninki, ya'ni har bir mut degan bir changal oshliq qilmasin. Bir o'chim. Har bir mutning badalida bir kun ro'za tutadi deb qaraydi ekan. Endi Imom Ahmad va Imom Shofiyninki yana bir sahiy qarashida u chog'da ro'za tutishga yetkazisi bo'ladi debdi. Qurbonlik mol topolmagan odam yoki pul topolmagan odam ro'za tutishga yetkazisi bo'ladi. U chog'da 10 kun ro'za tutib, undan ihromdan chiqish kerak deb mudofaa qilgan ekan. Endi shu ko'z qarashlarning qaysisini ko'ngli tayin topsa, ko'ngli xotirjam bo'lsa, shuni tutsa bo'ladi endi. Ihsor bo'lib qolgan odam. Mush bo'yicha amallarni qilib, undan ihromdan chiqib, yurtga qaytib ketish kerak. Yana ro'za tutgan bo'lsa, masalan, qurbonlik mol topolmay ro'za tutay deb ro'za tutibdi masalan. Ro'za tutgan bo'lsa, ro'zani tutib, belgilangan ro'zasini tutib bo'lgandan keyin endi ihrom chiqadi. Undan burun ihrom chiqasi yana bo'lmaydi ekan. Yana bu yerda ta'kidlab qo'ygan bir masala, e, agar ihrom bog'lagan vaqtda, miqatda, agar men haramga borgan vaqtda mushuna birda-bir sabab bilan to'siq qilib haram kirolmay qolsam, men oshada ihromdan chiqitaman deb niyat qilgan bo'lsa, masalan, labbayka labbayk Allohumma labbayk mahalli min haythu habastani.
deb ashta niyat qilgan bo'lsa masalan, ashta niyat qilgan bo'lsa, u vaqtda Muharram kirama to'silib qolibdi. To'silib qolgandan keyin ana shu niyati kuchga ega bo'lib, u chog'da hech qanday bir qurbonlik, bir jazo kelmaydi degan olimlar bor ekan endi. Lekin jumhur olimlarning qarashida u ihrom bog'lagan vaqtda qilgan u niyati kuchga ega emas deb qarayotgan jumhur olimlar. Lekin ba'zi Hanifiy mazhabda ba'zi olimlarning qarashida, Imom Ahmad qatorliqlarning qarashida, Hanifiy mazhabda emas, shu Imom Ahmad, Imom Savriy qatorliq bir qism olimlarning qarashida, ana shu niyat kuchga ega bo'ladi u chog'da to'silib qolsa, uning hech qanday jazo kelmaydi deb qaragan ekan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. Endi ihrom bog'layotgan holatda bir sabab bilan u odam shu ihromni holatda kasalgan, kasal bo'lib qolibdi yoki uni odamning beshida bir aziyat bor ekan. Masalan, pitga o'xshash va beshi qattiq og'rib ketgan o'xshash deydi. Mushuna bo'lib, u ihromni holatda chechin tushirayotgan bo'lsa, qanday bo'ladi desa, u odamga 3 kun ro'za tutib fidya berish kerak deydi. Yoki sadaqa berish kerak. Bu sadaqa degan vaqtning o'zida ana shu yurtdagi ko'pincha oziq hisoblanayotgan narsalardan 3 soat barobarida 6 miskinga tomoq berish kerak deydi. 3 soat degan 1 soat, ya'ni 2 kilo 40 gramm atrofida bo'ladi ekan. 3 soat deganimiz endi 6 kilodan jiqroq bir narsa bo'ladi. Hozirgi o'lcham bo'yicha. Mushuni 6 miskinga taqdim berish kerak deydi. Yoki nusuk. Ya'ni nusuk degan bir qo'yni zabiy qilish kerak. Mishadagi av taxil uchun kelgan. Av sadaqatin av nusukin degandan keyin mishadagi av yine ixtiyorlikni bildirdi. Yine mush 3 ishninki qaysini qilsa bo'ladi demoqchimdi. Yine tartib bo'yicha ma'ni qilamasang ma'ni qilsa deganlik emas. Balki qaysini ixtiyor qilsa shuni qilsa bo'ladi demoqchi bu yerda. Ma tafsir bo'yicha. Bu yerda kirgizib o'tildi u odamga masalan bir o'zri sababidan chechini tushirib o'tgan bo'lsa bundoq bo'ladi dedimdi. Endi o'zrisiz chechin tushirayotgan bo'lsa qanday bo'ladi degan chog'da u odamga shu hukm tatbiqlandi demoqchi. Chunki u o'zrisiz chechin tushirayotgan odam kaforat berishga texim loyiqroqdir. Va kada man istamta'a bi ghayril halqi. Masalan, chechin tushamay boshqa bir ihrom cheklangan ishni qilib qopti. Masalan, qushbaroq chechibdi yoki tikilgan kiyimlarni kiyibdi yoki bir maylanibdi. O'zirlik yoki o'zrisiz mushta qilgan bo'lsa, u odamga shu hukm tatbiqlandi demoqchi. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. Endi düşmandan xotirjam bo'lsanglar. Masalan, düşman ketib qoldi. Yoki düşman yo'q. Mushta holatda sizlar kimiki tamattu qilsa umr bilan hajga qadar. Ya'ni hajga qadar umr qilib bo'lib, undan keyin hajga qadar saqlab haj qilib, bunda tamattu haj qilishni niyatgan bo'lsa, şimdi hajga tamattu haj, qiron haj, ifrat haj deb bo'lindi. Yani tamattu haj degan haj oylarida ihrom bog'lab berib, umr qilib, undan keyin ihromdan chiqib, haj vaqti kelguncha saqlab, yana qaytadan shu ihrom bog'lablar Makkaning o'zidan Minoga chiqib, bunda haj faoliyatini qilsa, bu tamattu haj. Bu yerda deyotgani ashta tamattu haj qilgan odamga demoqchi. O'ziga oson bo'lgan qurbonlikni qilish kerak. U bo'lsa-mu bir qo'y bo'lib bo'g'izlaydi uni ihrom bog'lab bo'lgandan keyin oshning bilan. Bu yerdagi afzal ish bu qurbonlikni nahr kunisi. Ya'ni Qurbon hayitininki birinchi kunisi qilish kerak deydi. Ya'ni tamattu haj qilgan odam bir qo'y qurbonlik qilish kerak. Qiron haj qilgan odammi mushu bo'yicha yana bu qo'y qurbonlik qilish kerak. Bu qiron haj qilgan odamga qo'y qurbonlik qilishning vojibligi sunnat kelgan. Hem qo'y qism bo'ladi, kala qism bo'ladi, to'gini qism bo'ladi. Endi qurbonlik topolmagan odam qanday bo'ldi desa, endi Alloh taolo bizga shariatda osonlikni yaratib berdi. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Kimiki qurbonlik malni topolmagan bo'lsa, qurbonlik malning yo'qolib ketganligi uchun yoki uning qurbonlik malning puli yo'q bo'lganligi uchun u odamga haj vaqtida
uch kun ro'za tutishi vojib bo'ladi deydi. Hajga ihrom bog'lagan holatda. Vojib bo'ldi o'sha vaqtda ihrom bog'lashi Zulhajning 7. kundan ilgari. Yine Arafat günü kelib qolgacha tutib bo'lish kerak demoqchida bu yerda 7 kun ro'zani. Ya 3 kunni. 3 kun ro'zani shu Zulhajning 9'i Arafat günü kelgacha tutib bo'lish kerak demoqchi. Afzali 6. kundan ilgari tutish kerak deydi. Chunki Arafat kuni ro'za tutish makruh bo'lganligi uchun. Yani Arafat kuniga taqashtirib tutib qolsangiz bo'lmaydi deb men ma tafsir bo'yicha. Chunki Arafat kuni ro'za tutish makruh ekan deydi. Hojilarga nisbatan makruh hamda Arafat kuni ro'za tutish. Haj qilmagan odamga nisbatan Arafat kuni ro'za tutish nihoyat fazilatli amallarni. ولا يجوز صومها أيام التشريق. Təşriq günləri. Yəni təşriq günləri degəndə Zülhəcceninki 11, 12, 13-cü günlərdə roz tutuş caiz olmaydı. Şafii məzhəbdəki iki qarashның ən toğrısıdır deydi. Və səb'atin izə rəca'tum və yurtunlarga, vətənlarga qaytqandan keyin qaytqan çağda 7 gün tutusizlar. Yurtunlarga Məkkəyə yoki Məkkədən başqa özüңlarning yurtiga qaytsanglar, o yurtinglarga qaytqandan keyin 7 gün tutusizlar. Deyildi, əgər həc əməllərdən parı bolsanglar degan bo'ldi bu deydi. Həc əməllərdən parı bo'lgandan keyin 7 kun tutusizlar deb bunday təfsir qilgan ekan. Endi ma oyatda 3-chi shaxs holatdan burilish var deydi. Ya'ni famallem yajid kimiki qurbonlik mal topolmagan bo'lsa deb 3-chi shaxs tilda so'zlab kelib o'tib, oxiriga kelib lakin ida raja'tum deb ikkinchi shaxs kimdan yetkazib ketdi. Bu bir balog'at qoidasi. Tilka aşaratun kamile. Aşu 10 gündür, tuluk 10 gündür deydi. Yani demek temettu ve kıran neckan adam kurbanlık mal kılış onun vacip. Bir malını kurbanlık kılış, hediye kılış vacip. Eğer kurbanlık mal tapamagan olsa 10 gün roz tutuş gerek. Bu 10 günün 3 gününü hej faaliyetleri başına için ilgili tutuş gerek. Kalan 7 günün yurtuk katkan ikin tutuş gerek deydi. Bu vaktimde mezhep arasında nurgun fıkhi hükümler var. Buna şu fıkhi kitaplarga müracaat qilib bilib olsak bo'ldi. Tilka asharatun kamila degan bu ta'kidlangan jumla. Ilgirki jumlani ta'kidlab kelgan bir jumla deydi. Zalika yani ashu hukm, mazkur hukm ashu tamattu qilgan odamga bir qurbonlik mol hadiya qilish kerak, vojib bo'ldi degan shu hukm. U Masjidil Haram aholisidan bo'lmagan odamlarga shundoqdir demoqchi. Liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Bu Masjidil Haram aholisi degan Masjidil Haramning aholisi bo'lgan odamlar tamattu qilsa, qironaj qilib qolsa, ularga qurbonlik qilish, qurbonlik hadiya qilish vojib bo'lmaydi ekan. Lekin Masjidil Haramning aholisi bo'lmagan odamlarga qarata deyilayotgan hukm demoqchi ma'ni. Bu Masjidil Haramning aholisi kimlar bo'ladi bo'lsa, Shofiy mazhabining qarashida haramdan 2 marhalaning ichida bo'lmagan odamlar shuning qatorida yani. Yine ba'zi qarashlarda miqat va miqatning ichidagilar shu Masjidil Haram aholisi bo'ladi deganlar bor ekan endi. فإن كان فلا دم عليه ولا صيام. Agar shu haramning 2 marhala ichida bo'lib qolsa, o'sha chaqda uning qurbonlik mol kelmaydi, ro'zasi yo'q. Garchi u tamattu qilgan bo'lsin. في ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان. أن مسجد الحرام أهالسini أهli deb ahli deganni zikr qilishda vatan tutishning shartligini bildirish bor deydi. Ya'ni ash Makkani vatan tutib asha tug'anlar degan bir ma'noni bilib olib bo'ldi demoqchimdi. Buning binoan agar bir odam haj oylaridan ilgari Makkaga kelib ashada Makka turibdi. Haj oylaridan ilgari masalan boshqa yiroq yurtlardan
boshqa davlatlardan e, kelib, haramga Makkaga kelib, ashada turibdi masalan yerlashib. Haj vaqti kelgacha men o'sha turib, hajni qilib ketaman deb 4-5 oy burun haramga berib turib oldi deydi. Lekin haramni vatan tutmabdi. Asha yerlashmabdi demak. U chog'da u odam tamattu qilmoqchi bo'lsa, uningga qurbonlik, uningga hadiya qilish, qurbonlik qilish vojib. Bu bizning qarashimizdagi ikki qarashning birisi. Endi ikkinchi qarashda bo'lsa, undaq bo'lmaydi deydi. Ya'ni u odamga qurbonlik mol tamattu qilgan bo'lsa-mu, hadiya qurbonlik qilish vojib bo'lmaydi demoqchi. Chunki u 4-5 oy ayol tug'gandan keyin o'shaning aholisi bo'lib qoldi. O'sha shuningga uningga qurbonlik qilish, hadiya qurbonlik qilish vojib bo'lmaydi. Tamattu qilgan taqdirda demoqchi. Vel ehlu kinayetun anin nefsi. Bu yerda ehl deb keltirish nefsidan kinoya. Ya'ni o'zi Mescid-i Haram aholisininki, ya'ni o'zi Mescid-i Haram aholisidan bo'lmaganlar degan ma'noda. Ammo oyatda tamattu haj qilguvchi deyildi. Endi qiron haj qilguvchimi? Mushu qatoriga kirgizildi. Mushu qator mushu hukm bo'yicha bo'ladi. Qiron haj qilguvchiga mushu hukmning tatbiq qilinganligi sunnat bilan belingan demakchi. U qiron haj qilguvchi degan kim desa, umrga va hajga birla ihrom olgan odam yoki umr qilib uning ustiga hajni kirgizgan odam deydi. Tavob qilishdan ilgari. Endi qiron haj qilgan odam shu umrga, masalan, miqatdan ihrom bog'lab haramga bordi. Haramga berib, tavob qilib, umr faoliyatini qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqib ketmay turdi. Shu ihrom bilan haj faoliyatiga kelgan vaqtda haj faoliyatini qilgan Mina Arfatga chiqdi. Orliqda ihromdan chiqib ketmaydi. Avu tamattu haj qiluvchi bo'lsa, orliqda ihromdan chiqadi. Ihromdan chiqib, haj faoliyatiga kelgan vaqtda qaytadan ihrom bog'lab, Minaga chiqdi. Vettaqulloha ve alemu ennalloha şedidul iqab. Allah'tan qo'rqinglar. Ya'ni Alloh taolo sizlarni buyurgan va cheklagan ishlarning hammasida Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni mush haj ahkomlarini mushu inchike ishlarning hammasiga rioya qilib Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh taoloning azobi nihoyat qattiqdir. Allohning amriga muxolifatchilik qilganlar uchun. Hem keyingi oyatda yana Alloh taolo shu hajga aloqador mazmunlarni so'zlaydi. El-hajju ashhurun ma'lumat. Haj bo'lsa ma'lum oylardir. Yani o ma'lum oylar deganimizda Shavvol, Zulqa'da va Zulhajjninki avvalgi 10 kuni, 10 kechasi. Va deyildi Zulhajja oyining hammasi deb bo'ladi. Endi o'sha haj oylarida kimiki o'ziga haj qilishni farz qilgan bo'lsa, haj qilishni niyat qilgan bo'lsa, hajga ihrom bog'lash bilan fala rafathun va la fusuqun va la jidala fil hajj. Miyada rafathun deb degan qiroat bilan yozilibdi. O'sha haj vaqtida jimo qilishga bo'lmaydi, ayolga yaqinchilik qilishga bo'lmaydi, gunoh ma'siyatlarni qilishga bo'lmaydi, jidal majra qilishga bo'lmaydi. Ya'ni haj faoliyati qilayotgan jarayonda. Yana bir qiroatda rafafa va la fusuqa deb o'qilgan fatha bilan deydi. Bu yerdagi maqsad mush uch ishda nahiy qilishdir. Ya'ni mushuna qilsanglar bo'lmaydi, bunda qilmanglar. Va ma taf'alu min khayrin ya'lam va ma taf'alu min khayri ya'lamuhulloh. Niminiki qilsanglar yaxshilikdan sadaqa berishga o'xshash. Qandaylik bir yaxshi ishni qilib qolsanglar, Alloh taolo uni bilib turdi. Fayujaziyakum bihi. Shuning bilan Alloh taolo sizlarga oshdan qarta mukofot beradi. Bu oyat hamda Yaman ahli haqida buni oyat nozil bo'lgan. Ya'ni va tazawwadu fa inna khayraz zadi taqvo degan oyat Yamanliklar haqida nozil bo'lgan. Ular oziq-tulik ommaylamni haj qiladi. Shuni ular kishilarga yuk qiladi. Bular haqida sizlar safar qilgan vaqtinglarda sizlarni safardagi nishoninglarga yetkazadigan mana oziq-tuliklarni evlanglar deb oyat nozil bo'lgan. Haqiqatan bu oziq-tulikning eng yaxshisi taqvodorlikdir. Oziq-tulikni evlanglar shundaqdimi taqvo bu oziq-tulikning eng yaxshisi
taqvoliqdir. Bu yerda at-taqvo deganni ma yuttaqa bihi sualun nasi va g'ayruhu deb tafsir qilinibdi. Ya'ni kishilardan so'rashdan va undan boshqa ishlarni saqlanib qolgan narsa. Yine boshqalardan so'ramagudek darajadagi bir narsani evilish shu oziq tulikning eng yaxshisi demoqchi bu yerda. Vattaquni mendan qo'rqinglar ey aql egalari zavil uqul. Yine haj faoliyati bo'lsa musulmonlarga bir axloqiy tarbiya o'rgatadigan bir ibodat bo'ldi. Bu hem bedeniy hem iqtisodiy ibodat. Haj faoliyati jarayonidagi haj faoliyatining hammasi shu musulmonlarga bir axloqiy tarbiya. Mesela haj faoliyati jarayonida jidal majra qilsa bo'lmaydi. e, Har qanday bir gunoh masiyatni qilsa bo'lmaydi. Ayolga yaqinchilik qilsa bo'lmaydi dedimdi. Mushuning hammasi musulmonlarni bir axloqiy jihatdan tarbiyalash. Hajda mushundaq nihoyatda pokizlik bilan, taqvolik bilan hajni qilib, haj faoliyatini ado qilsa, onadan tug'ilgan chog'dagidek Alloh taolo gunohlardan bizni poklayotgan gap kelamdi. Shu haj qilib bo'lgandan keyin andin o'zimizni vatanga qaytgandan keyin shu holatimizni saqlab, shu pokiz oq holimiz bilan tura olsak, shu holatimizda Allohning dargohiga keta olsak, bu endi har bir musulmon uchun baxt saodatningki eng cho'ngi. Shunga oshunda haj qilgan odamga onadan tug'ilgan chog'dagidek gunohlardan poklanib ketadi deb hadisda bor. Ham gunohlarni Alloh taolo poklayotgan ekan. Endi moddiy anaqa boshqa insonlar bilan insonlarning o'tirisidagi axloq bo'lsa shu bandalarning o'tirisidagi bir birisiga bo'lgan haq haqlar shumi saqitib ketamdi degan bir savol tug'ildi. Masalan boshqalardan qarzlar yo boshqalarni g'aybatini qilib qolgan tillab qolgan degandek mundoq banda bilan bandaning o'tirisidagi axloq qanday bo'ldi degan chog'da ba'zi olimlarning qarashida o'sha axloqni Alloh taolo bir yo'l bilan osh bandidan saqit qilib o'tadi deganki. Masalan, boshqalarga bergan qarzlari yo bunda bir haqli bo'lib qolsa, Alloh taolo hamda shu qarz egasining ko'ngliga soladi masalan. Silib odamdan rozi bo'lib ketishning ko'ngliga soladi-da, silish orqali, osh orqali Alloh taolo u odamni u gunohdanmi poklayotadi ekan. Yana noatda to'liq ixlos bilan haj qilgan odamga Alloh taolo oshu axladimmi saqit qilib o'tadi ekan. Shunga bu haj qilish nihoyatda cho'ng bir ibodat. Alloh taolo hammalarni shu hajjun mabrur, sa'yun mashkur holatda bir haj qilishimizga nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.